aksiya va yana aksiya. Arthouse kompaniyasidan ikkita xonadonimiz yana aksiyada. Bittasi bir xona 2 xona qilingan 47 kvadrat metr, ikkinchisi 2 xona 70 kvadrat metr, atigi 5,5 million so'mdan. Bu joyimiz qayerda deysizmi? Bu joy Bo'stonliq tumani G'azalken shahrida. Videoga like bosib qo'ying. Esingizda bo'lsa, 2 oy oldin bu loyihani ko'rsatgandik. Buni video davomida ko'rsanglar bo'ladi. Pishgan holatda edi. So'g' qilinmagan. Akvariumlar yo'q edi, tom yopilmaganda. So'g'larini qarang, yaxshi so'g' qilingan. Akvarium sifat darajasida qo'yilgan. Tomlar yopilgan. Deyarli 80% bitgan. Videoga like bosmabsiz-ku, videoga like bosib qo'ying. Shoshiling, aksiyadan tashqari xonadonlar soni atigi 10 ta qoldi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilasiz. Videoga like bosib qo'ying, Bo'stonliq bozoriga obuna bo'ling.